Yangi O'zbekiston islohotlarining natijasi sifatida biz ko'ryapmizki, O'zbekistonni tom ma'noda o'zini haqqi bo'lgan Markaziy Osiyoni markaziy mintaqasi sifatida ko'rilishi va Markaziy Osiyoni umumiy taraqqiyoti uchun muhim bir tugunlarni birlashgan joyi sifatida talqin qilish boshlandi. Kuni kecha davlat rahbari tomonidan birinchi poydevor qo'yilgan xalqaro aeroport ham bu maqsadlarni yaqqol bir namunasi. Bu yerda biz ikkita masalani ko'rishimiz mumkin. Birinchidan, dunyoning yirik kompaniyalari, bu Saudiya Arabistoni Virgin kompaniyasi yoki o'sha dunyoga mashhur bo'lgan Janubiy Koreyani Incheon aeroportlar boshqaruvi yoki Yaponiyani Sajida kompaniyalari bu Toshkentdagi yirik xalqaro aeroportni qurilishi bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga, juda yirik miqdordagi investitsiyalarni kiritishga maqsad qilyapti. Markaziy Osiyo mintaqasi uchun juda muhim bo'lgan bu havo hubi Toshkentda bo'lishi ham behudaga emas. Butun investitsiyalar hamda siyosiy maslahatlashuvlarning markazi bo'lib borayotgan Toshkent hubi orqali iqtisodiy rivojlanish uchun ham Toshkentni va O'zbekistonni markazga aylantiradi. Bu aeroport bilan birgalikda O'zbekistondagi yana 7 ta hududda aeroportlarni zamonaviy shaklda rekonstruksiya qilish rejalashtirilmoqda. Biz yangi aeroportni tashkil etishi bilan O'zbekistonning iqtisodiyotiga 27 milliard dollargacha daromadlarni kelishi va albatta turistlarning oqimini tubdan oshishi, 2030-yilga borib 15 million insonni O'zbekistonga sayyohlarni tashrifi rejalashtirilyapti. Bu O'zbekistonning rivojlanish maqsadlari, O'zbekistonni oliy maqsadi bo'lgan insonlarimizni daromadlarini oshirish, O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotini oshirish va O'zbekistonni qudratli iqtisodiyotga ega bo'lgan bir mamlakatga aylantirish orzularimizga xizmat qiluvchi juda yirik, aniq iqtisodiy qadamlar sifatida baholanishi lozim.